Arzon uy chiqarishda davom etamiz. Hozirgi manzilimiz Termiz shahar Fidokorlar mahallasida qarshimizda 3 qavatli uylar. Demak, o'ng qo'limizda Zalotoy bochkadan sohilga chiqib kelishda yangi svetoforimiz. Chap qo'limizda Taxtabozorga ketish yo'lida 3 qavatli uylarning birinchi etajida 2 xonadan iborat uyimiz sotuvda. Demak, koridorga kirib oldik. Ko'rib turganingizdek, bu tashqi eshik. Hozirdan yurakchani qizartib, banglatib tashlang. Obuna bo'lmagan ko'rayotgan bo'lsangiz ham, mehmon bo'lsangiz bitta podpisatsiya degan masalani bosib qo'ying. Chunki arzon uylarda tezda chiqaramiz, tezda sotilib ketadi. Xabar topmay qolishingiz mumkin. Demak, biz oshxonasida turibmiz. Oshxonasi quruvchi qanday topshirgan bo'lsa, xuddi shunday topshirgan. Ko'hna mebellar qilgan ko'rib turganingizdek. Demak, birinchi etajda gaz, suv, suyitdan muammo yo'q. Hammasi yaxshi. Podvali ham bor. O'ng qo'limizda bitta xonasi, chap qo'limizda bitta xonasi. Ikkalasining razmeri bir xil. Aziz obunachilar, sohilda 3 qavatli uylarning razmeri bir xil tushgan. 2 xonaliklarning. Demak, buni spalniydek xona deb oladigan bo'lsak, narigisini mehmonxona deb olishimiz mumkin. Umumiy maydonni aytib o'tdik, 45 kvadrat, 2 xonadan iborat. Narxini bilish uchun kommentariyada narx so'zini yozib keting. Barchaga narxini aytib o'tamiz. Demak, bu xonamiz esa mehmonxonasi, yonma-yon joylashgan. Aziz obunachilar, Skoloznoy kvartira, ya'ni bir tarafi katta yo'l yoqasiga, bir tarafi hovliga qaratilgan. Tashsavoy emas, o'rta podezda joylashgan. Demak, bu sanozel. Sanozel birgalikda 50 litrlik aristonlar qo'yilgan. Uyimiz o'sha quruvchi qanday topshirgan bo'lsa, xuddi shunday topshiriladi dedik. Ya'ni xolodilnikdan olib chiqib ketiladi, konditsionerlar. Kommentariyada o'z fikrlaringizni bildirib keting.